Gavhar Isoqova asli samarqandlik. Sharof Rashidov tuman soliq inspeksiyasida faoliyat yuritadi. U Yangi Hayot va Samarqand quduq mahallalarida soliq inspektori sifatida ishlaydi. Boshqaruvdagi mahallalarda 1300 nafar jismoniy, 40 nafar yuridik shaxs, 80 nafar yakka tartibdagi tadbirkor faoliyat olib boradi. Joriy yilning sentyabr oyidan boshlab u belgilangan soliq tushumlarini oshiqcha bajarib kelmoqda. Qo'shimcha manbalarni topish va yangi ish o'rinlarini yaratish borasidagi faoliyati 26 ta mezon asosida KPI baholash tizimida yuqori natijalar bilan e'tirof etildi. 2 yildan beri mana shu mahallaviy tizimida ishlayapman hozir. Boshida juda qiyin bo'ldi. O'tgan oyda yashilga chiqib 100% rejani bajardim. Har kun kelib o'zimizga reja qilib olamiz ertalab. Qaysida kam bo'lyapti, qaysi bilan ko'proq shug'ullanishimiz kerak. Aylanma soliq, jismoniy shaxslar, suv solig'i, deklaratsiya, soliqni nima uchun to'layapti, qayerga to'layapti, nima bo'ladi, buni hammasini biz to'g'ri tushuntirib bera olsak, o'shanda odamlar o'zlari bilib to'lar ekanda. Ularni to'layotgan solig'i qayerlarga ishlatilayotganini to'g'ri tushuntirib berishga harakat qilaman birinchi o'rinda. Bunyod Mahmudov Gavhar Isoqovaning tavsiyasi bilan yaqinda o'z tadbirkorlik faoliyatini qonuniy asosda boshladi. U Alibobo nomli tamaddixona ochib, oila a'zolarini ish bilan ta'minladi. Mahalladagi hokim yordamchisi Mirjahon Xursanov bilan birgalikda tadbirkorlar sonini oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va soliq qarzini qisqartirish borasida manzilli ishlarni olib bormoqda. Zangihat mahallamizda soliqchi bilan Gavhar bilan hamkorlikda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan fuqarolarimizni tadbirkorlik faoliyatini yo'l yo'riqlarini tushuntirib, bundan tashqari yangi mikroloyihalar tashkil qilingandan so'ng ularga prezidentimiz tomonidan chiqarilayotgan soliq imtiyozlari haqida tushunchalar yoki blankalar berib chiqiladi tadbirkorlarimizga. Shu kunga qadar oilaviy bog'chalarimiz mavjud emas edi. Hozirgi kunda 8 ta oilaviy bog'cha tashkil qilindi. Ular orqasidan har bitta xonada oilaviy bog'chada kamida 4 ta nafar xotin-qizlar ish bilan band bo'ladi. Bu degani kamida 30 tadan ziyod xotin-qizlar ish bilan band. Ham oilasiga daromad olib keladi, ham o'zini farzandlarini bog'chaga berib qo'shimcha daromad oladi. Aholimizda yer mulk solig'i, davlat tomonidan bo'lgan funksiyalar burchlarini o'zimiz Telegram guruhlarimiz orqali ham tanishtirib boramiz yoki uyga borganda davlat tomonidan majburiyati soliq to'lash, yer mulk solig'ini to'lash majburiyatlarini ham tushuntirib boramiz. Tamara opa Soatova oilasi mahallada namunaviy soliq to'lovchilardan biri sifatida e'tirof etilgan. Opaning fikrlari bilan ham qiziqdik. Soliqni vaqtida to'lasangiz, ishingizdan birov bezovta qilmaydi. Fevral oyida to'lab qo'yamiz, 1 yillikda. Nalovni to'lab kelaylik ballar, keyingi oyda musor, suv. Ballalaringizni qanday boshqarsangiz, o'shanday ketadi. Gavhar Isoqova singari mahalla yettiligida faoliyat yuritayotgan soliq xodimlari o'zlariga biriktirilgan mahallalarda soliq bazasini kengaytirish, soliqlarni undirish, mahalla byudjeti daromadini shakllantirishda yuqori natijalarni ko'rsatib kelishmoqda. Bunday misollar mahallalarda soliq organlari xodimlarining aholi va tadbirkorlar bilan samarali hamkorlik qilishining yorqin namunasi sifatida ko'rsatish mumkin.